ish. Jannatda eshigini ushlaymiz-ku, ruchkasini inshaalloh. Halqami, ruchkami ushlaganimiz ish o'shanda tugaydi ekan. Siz bilan mendan zo'ri ham tugatolmagan ishni. Tugamaydi bu. O'lsak ham tugamaydi. Nabarot ishni haqiqiysi o'lgandan keyin boshlanadi. Hatto hayotga javob berish kerak, qilgan ishlarga javob berish kerak. U problema qiyin. Ish gap qisqasi jannat eshigi ushalganda endi ish tugaydi. Nima demoqchiman? Ish tugamaydi ekan. Unga borish, to'y, futbol, oshnalar bilan o'tirish, ish, panonim bor, pukunim bor. Ota-ona uyda o'zi yakka o'tiradi, qarigan, oilaga 60-70 yashar. U bizning ikkita nonimizga emas, mehrimizga zor bo'ladi. Mana endi tushunyapsiz hozir. Ish. Jannatda eshigini ushlaymiz-ku, ruchkasini.